Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimizni ham mana yakunlab oldik. Bu ishimiz Andijon shahrida bo'ldi. Xudo xolasa mana ko'rishinglar mumkin. Letniy ponni kompleks bo'ldi bu yerda. Xo'p, bu yerda qilgan ishlarimiz ikkita qozon, o'rtaga shunaqa 80 talik mangal bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. O'tlarni yoqib qo'yganmiz. Shunaqa fasad qismlarini Angola Black kafelaridan shunaqa qilib qop-qora qilib yopishtirib berganmiz. Tepasiga o'zimizni Ko'ksaroy granit toshlaridan bo'ldi. Shu yerga 65 talik bitta moyka и varishniy panel bo'ldi, gaz plita. Xudo xolasa bu yoqda gazlarni tushirsa, santexnika ishlari qoldi bu yoqda. Mangal shu tarzda bo'ldi. Mana qilib chiroyli qilib zubli qilib tutamaydi xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin, tortishlari xudo xolasa o'ta go'zal. Mangallarimiz tortishlari bu kichkina qozonimizni ham tekshirib olamiz. Shunaqa piliso'schalar kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Mana Hoji akamiz o'zlari mana shu xonadon egalari bo'ladi. Ma'qulmi ishlarimiz Hoji aka? Mana yomg'irda men aka chiroyli ishlar qilib berdik aka. Tortishlari ham zo'r aka mana. Xudo xolasa yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat aka. Siz ham rozi bo'ling aka degan men. Rahmat, rozimiz. Ko'nglimga yoqqanday bo'ldi aka. Shunaqa bir katta imoratlarga bir ko'rk bo'ladi. Xudo xolasa bu o'choqlarimiz ko'rishinglar mumkin. Katta qurilish qilyapti Hoji akam. Sog' bo'lasizlar, shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar, xizmatlar bo'lsa.